Achchiq bo'lsam haqiqatni aytib ketaman. O'sha ustozlarga attestatsiyadan o'tolmading deb ta'na tashlab o'tayotgan direktorlarning o'zlari attestatsiyadan o'tib ko'rdimi ekan? Assalomu alaykum qadrli ustozim. Agar siz meni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak, ona til adabiyot, o'zbek tili fanlaridan dars berasiz. Bugun sizlar bilan hech qanday pardozlarsiz boricha gaplashmoqchiman. Bilaman, attestatsiya tufayli hozir ich-etingizni yemoqdasiz. Har gal toifa topshirmoqchi bo'lib, kompyuterga o'tirganingizda qayerdandir bir katta qo'rquv keladi, vujudingizni cho'lg'ab olyapti. Siz yolg'iz emassiz. Necha minglab hamkasblarimizning tungi uyquga yotganda, yostiqqa bosh qo'yganlarda xayollardan qanday fikrlar o'tishini aytib beraymi? Qayerdan bilasiz demoqchi bo'lsangiz, chunki men ham shu xayollar o'ylab uyqusiz tunlarni o'tkazganman. Qachonlardir men ham oliy toifali bo'lishni, maoshim yuqori bo'lishni xohlab, kechalari bedor nima qilsam ekan, qanday qilsam toifadan o'ta olaman degan xayollar bilan bedor tunlarni o'tkazganman. Sizni nima qiynayapti? Attestatsiya, ko'pchilik aytadi, attestatsiya bu oddiy bir imtihon. Lekin hozirgi zamon ustozlar uchun bu hayot-mamot masalasiga aylangan. Nega deysizmi? Chunki siz sharmanda bo'lishdan qo'rqyapsiz. Jamoada obro'yingiz tushib, yana attestatsiyadan o'ta olmadi, bilmi past ekanda degan andisha gaplarni eshitishdan oriyat qilyapsiz. Yoki bo'lmasa, hammaga ma'lum o'sha sentyabrda yangi o'quv yili boshlanishidan oldin ustozlar orasida fanlar bo'yicha dars taqsimoti bo'ladi. Siz agar attestatsiyadan o'tsangiz, tilingiz ikki qarsh bo'ladi, to'g'rimi? O'ta olmasangiz, mana shu tilingiz ikki qarsh bo'lmasligidan qo'rqyapsiz. Yoki bo'lmasa, turmush o'rtog'ingizning senga shuncha sharoit, shuncha imkoniyat yaratib bersam ham o'ta olmadingmi degan gaplarni eshitishdan qo'rqyapsiz. Eng yomoni aytaymi, eng yomoni ustozlar bilan ishlaganimdan keyin bilaman yoki o'zim hayotimdan ham o'tganda farzandlaringiz, ona qachon bizga ham vaqt ajratasiz yoki kichkinaroq bolangiz bo'lsa, qachon biz bilan ham o'ynaysiz degan savollarga javob bera olmasdan ich-etingizni yeyapsizmi? Agar o'tolmasamchi degan qo'rquv hali ham bor. Keling siz bilan ochiqcha gaplashamiz. Agar bu safar ham attestatsiyadan o'tolmasangiz nima bo'ladi? Direktoringizning shiringina kinoyali gaplarini eshitasiz. Shu yerda bitta achchiq bo'lsam haqiqatni aytib ketaman. O'sha ustozlarga attestatsiyadan o'tolmading deb ta'na tashlab o'tayotgan direktorlarning o'zlari attestatsiyadan o'tib ko'rdimi ekan? To'g'ri, ular lavozim yuzasidan attestatsiya topshirgan bo'lishi mumkin, lekin fan yuzasidan topshiradigan attestatsiyadan o'tishdimi? Shu yerda men aytgan bo'lardim, o'sha direktorlarimiz ham o'z fandan attestatsiyadan o'tib o'rnak bo'lishsin, keyin talab qilishsin. Bu birinchi to'siq bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi dars soatingiz kamayadi. Chunki tabiiyki dars soatlari toifasi yuqori bo'lgan ustozlarga beriladi. Dars soatingizning kamayishi bu moddiy qiyinchiliklarga olib keladi. Keyingisi, sizni ko'ra olmaydiganlar uchun haqiqiy bayram boshlanadi. Kim hammani ko'ra olmaydi deyishingiz mumkinmi? Yaqindagi bo'lgan o'sha attestatsiya jarayonlaridan oldin bitta ustoz 2 kunmi 3 kunmi oldin qo'ng'iroq qildi, ustoz dedi. Shu safar attestatsiyadan shu 70% olmasam bo'lmaydi dedi. Ha, nega? Yig'layapti-da, yig'layapti. Nega desam, maktabimizda bitta men sizni kurslaringizda tayyorlanib o'sha mutaxassisdan oliy toifagacha chiqdim, sertifikat oldim. Endi bitta shu 70% olsam bo'ldi, hammasiga erishgan bo'laman. Qolgan ustozlarimiz o'ta olmayapti, tayyorlanmayapti. Faqat meni nima yakkalashadi. Bizni nimamizda bor-ku, bitta o'zimni ajratib qo'yishyapti. Shu uchun ham nima qilib bo'lsa ham o'tishim kerak deyapti. Demak, ko'ra olmaydiganlar uchun haqiqiy bayram bo'ladi agar siz o'ta olmasangiz. Keyingisi, eng yomoni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotasiz. Ya'ni siz oldin o'zingizga ishongan, attestatsiyadan yuqori natija qilib kelayotgan ustoz bo'lsangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni yo'qotasiz. Hatto qaynonangiz, endi biz o'zbek oilalari bo'lgandan keyin qaynonali kelinlarimiz aksariyati qaynonangiz demak nimani ishdan qochib kitobni bahona qilib oldi degan tamg'a bilan yopishtirib qo'yadi-da sizga tamg'ani. Yoshingiz ham 40 yoshga yaqinlashib qoldi. Dod degingiz kelyapti. Keling, shu yerda bitta to'xtaylik. Nega? Chunki attestatsiyaning yechimi bor.
Hamma attestatsiyadan yiqilmayapti. Attestatsiyadan 90, 100 ball olib 70% ustama olayotgan ustozlarimiz bor-ku. Siz ham shular qatori bemalol 70% ustama olib kerak bo'lsa, 100 ball bilan o'sha sizni ko'ra olmayotganlarga, o'sha direktoringizga qanaqa ustoz ekanligingizni isbotlab qo'yadigan holingiz yetadi. Bemalol bunga imkoniyatingiz bor. Chunki boyaga aytganim o'sha telefon qilib mana shunaqa holatdaman degan ustozimiz ham attestatsiyadan keyin xursand bo'lib telefon qilyapti. Ustoz, direktorim telefon qilyapti. Maktabimizda eng yuqori ball 96 ball bilan sen oliy toifadan 70% olding. Bu natija tumanimizda yagona ekan deb aytdi, deb telefon qildi. Mana bunaqa xursandchilik bilan siz ham hammaga bo'lisha olasiz. Siz ham shunday qila olasiz. Bunga yechim bor, yechim yo'q emas. Attestatsiya bu qorong'u, anaqa chiqib bo'lmas tuynik emas. Demak, attestatsiyadan yorqin yo'l orqali siz ham muvaffaqiyatga erisha olasiz. Minglab ustozlarning eng og'riqli nuqtalari shu attestatsiya bo'lib qolmoqda-da, lekin bunga yechim bor-ku. Men sizga hozir hayotingizni o'sha attestatsiyadan yuqori natija qilish orqali o'zgartirishingiz mumkin ekanligini aytmoqchiman. Siz tushkunlikka tushib bor asabingizni ham, sog'lig'ingizni ham hamma narsani shunga taqab qo'ygansiz. Qayerga borishni bilmayapsiz. Lekin uning yechimi bor. Yoningizdagi hamkasblaringiz, tanishlaringiz juda ko'pchilik allaqachon 70% ustama olyaptimi? Siz ham ola olasiz. Siz ham attestatsiyada yuqori natija qilib, ustozlar qatori o'sha 70% ustama olish imkoniyatiga egasiz. Buni qanday qilish mumkin degan savol doim sizga azob beryapti. To'g'rimi? Mening yagona maqsadim doim aytganman, respublika ustozlarining jamiyatda eng yuqori o'rinda bo'lishi, moddiy tomondan erkin bo'lishi. Bu uchun men qo'limdan kelgan barcha ishni qilganman-da. Hozir o'ylashingiz mumkin, ha, bu aqllilik qilyapti, kurs sotmoqchi. Yo'q. Shunchaki uning yechimi borligi, unga to'g'ri yo'l bilan borsangiz, siz ham 70% ustama ola olishingiz mumkin ekanligini aytmoqchiman. Sizga yechim sifatida eng to'g'ri yo'l sifatida ko'rsata oladiganim Habelning toifa master kurslari. Bu kurslarimizda mana shu attestatsiya mavsumida 1033 ta ustoz o'qigan bo'lsa, ulardan 93% o'z xohlagan maqsadga erishdi. Eng qizig'ini aytaymi? 50% dan ko'pi 70% ustama olyapti. Oliy toifali va birinchi toifali bo'lib 70% ustamani qo'lga kiritishdi. Ularning orasida 100 ballni qo'lga kiritganlari, 98-96 ballni qo'lga kiritganlari juda ham son sanoqsiz. Men o'zim xursand bo'ladigan joyim 24 yoshda, 22 yoshdagi yosh ustozlarimiz ham allaqachon 70% ustamaga ega bo'lishdi. Demak, ular qilgan ishni siz ham qila olasiz. Attestatsiya bu imkoniyat, ustozlar uchun juda katta imkoniyat. Xo'p, Habelning o'sha toifa master kursimiz sizga nimalar bera oladi? Bu kursda siz eng avvalo abituriyent formasiga kira olasiz birinchidan, ya'ni o'zligingizga qaytasiz. Ayni o'qituvchi degani bu har doim o'qishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Mana beshikdan qabrgacha ilm izla degan-ku. Siz mana shu o'qish davomida nimalarga ega bo'lasiz? Bu kurs sizni faqatgina test yechish bilan cheklab qolmaydi. Bu kurs sizga haqiqiy fanimizning mohiyatini, tub mohiyatini o'rgatadi. Ya'ni siz aslida qiyin deb yurgan narsalar qanaqa osonligi yoki siz o'zingizga to'g'ri deb yurgan narsalar aslida asos bilan mana bunday kitoblarda mana bu asos bilan yozilganligini, fanimizning tub mohiyatini asoslari bilan o'rgatadi. Va bu kursda siz sog'lig'ingiz yo'q, motivatsiyangiz yo'q, o'qib charchadingizmi? O'sha payt sizga motivatsiya berib, sizni qo'llab-quvvatlaydigan jamoa bilan birga bo'lasiz. Siz kompyuterda, ekranda o'zingiz bilgan savollarni ko'ra boshlaysiz. Oldin faqat kompyuter ekranida tushunmagan savollaringizni ko'rgan bo'lsangiz, endi siz o'zingiz bilgan savollarni ko'ra boshlaysiz va to'g'ri yechimlar topa olasiz. Yuqori natijalarni ko'rsatib, sizdan intervyu oladigan, masalan, mana shu safar ham 100 ball olgan ustozlarimizni maktablarga, intervyularga yoki o'sha suhbatlarga chaqirishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda, televideniyadan intervyular olishyapti. O'sha intervyu olayotganda kamera qarshisida turganingizda mana bu ko'rgan qiyinchiliklaringizning barchasini tabassum bilan eslaysiz. Eng muhimini aytaymi? Eng muhimi, siz oilada farzandlaringizning ko'z o'ngida ularga o'rnak bo'la oladigan insonga aylanasiz. Bu shunchaki kurs emas.
Bu sizni ikki jarning orasidan eson-omon muvaffaqiyat sari olib chiqadigan najot koridori hisoblanadi. Hurmatli ustozjon, g'alaba bu sizning taqdiringiz. Agar taqdiringiz bo'lmaganda, siz ustozlik maqomiga tanlanmagan bo'lardingiz. Attestatsiya men uchun bayram deydigan darajaga chiqishingizni xohlayman. Nima uchun deysizmi? Attestatsiyani ustozlarimiz hozirda ikki xil qabul qilishadi. Birinchi toifa ustozlarimiz uni quvonch va imkoniyat deb qabul qilishadi. Ikkinchi toifa ustozlarimiz esa qo'rquv va to'siq deb qabul qilishadi. Siz mana shu qo'rquvni quvonchga, to'siqni imkoniyatga aylantirish faqat o'zingizning qo'lingizda. Endi siz nafaqat o'zingiz oliy toifa yoki 70% ustama uchun, balki farzandlaringiz oldida qaddingizni tik tutishingiz, ular hammaning oldida faxrlanadigan inson bo'lishingiz uchun o'qishingiz kerak. Muvaffaqiyatlaringizdan nafaqat o'zingiz, ota-onangiz, yaqinlaringiz, hamkasblaringiz faxrlanishi uchun o'qishingiz kerak. Direktoringiz kerak bo'lsa, sizga qo'ng'iroq qilib, tabriklab, siz bilan faxrlanaman deyish uchun o'qishingiz kerak. Bularning hammasi bo'layotgan narsa. Bu imkoniyatlar faqat o'zingizning qo'lingizda. O'taman, Allohga oson deb qabul qilsangiz, o'sha attestatsiyadagi 90 ball ham, 100 ball ham inson olyapti. Siz kabi, men kabi oddiy ustozlar olayotgan daraja. Demak, sizga qiyin deb tuyulgan, masalan, bir paytlar menga ham attestatsiya qiyin, oliy toifa chiqib bo'lmaydigan cho'qqi bo'lgan bo'lsa, agar uni kirib yechib chiqqanimdan keyin uning qanchalik oson ekanligini tushunib yetganman-da. Chunki bilib yechsangiz uning oson ekanligini bilasiz. Shuning uchun sizga qiyin deb o'ylagan narsangiz aslida Allohga oson ekanligini tushunib yetasiz. Bilib oling, meni yagona maqsadim, doim aytaman, respublika ustozlarining eng qadrli, jamiyatning eng qadrli insoniga aylanishiga o'z hissamni qo'shish. Shu safar attestatsiyada bitta ustozimiz telefon qildilar, ikkinchi kun hali bormagandim, telefon qildilar. Ustoz kelmaysizmi deb telefon qildilar. Ha desam, men oliy toifaga o'tdim, men sizni kutyapman deb telefon qildilar-da. Keyin borsam aytayaptilar, men shu safar oliy toifaga o'tishim kerak, chunki ustozim aytgan, meni maqsadim hamma ustozlarni oliy toifali qilish deb aytganlar. Demak, men o'taman deb kelgandim. Mana alhamdulillah oliy toifaga o'tdim ustoz deb telefon qilganlarga uchib bordim. Borku, o'zim shunaqa xursand bo'lib ketdim. Men sizga shunchaki yo'l ko'rsataman. U yo'ldan yurish, uni tanlash o'zingizning xohishingiz. Agar siz ham o'sha necha minglab ustozlar kabi kurslarimda o'qigan oliy toifa 70%, 100 ball olayotgan ustozlar kabi muvaffaqiyatli jamiyatning hamma havas qiladigan insoniga aylanishni xohlasangiz, oylik daromadingiz oshib, o'zingiz uchun yashashni xohlasangiz, hoziroq pastda havola qoldiraman. Izohlarda ham havola qoldiraman. U havolada o'zimning rasmiy o'sha Habil ro'yxatdan o'tadigan Habil boti bor. U botdan ro'yxatdan o'tib kurslarimizga yozilishingiz mumkin. Shu yerda eslatib o'taman, doim men ta'kidlaydigan narsa, men uchun doim sifat muhim bo'lgan, son emas. Ya'ni bizning kursimiz cheksiz qabul qila olmaydi. Kursimizda har doim o'qiydiganlar soni cheklangan bo'ladi va biz ana shu har bir ustozning natijasi uchun o'zidan ham ko'proq kurashamiz. Shuning uchun ham shu safargi natijalarimiz respublika bo'yicha rekord natija bo'ldi va kursimizda o'qigan ustozlar haqiqiy rekordni qo'lga kiritishdi. Siz ham keyingi mavsumda ana shunday ustozlar o'rnida bo'lib seminarlarga taklif qilinishingiz mumkin. Ana shunday ustozlar o'rnida bo'lib televideniyada intervyular berishingiz mumkin. Tanlov faqat o'zingizdan. Hoziroq pastda havola orqali ro'yxatdan o'ting va kurslarimizda biz bilan birgalikda muvaffaqiyatga erishing. Assalomu alaykum ustozim, jon ustozim, siz sabab men birinchi marta 84, mana bu safar 94 ball bilan biron marta yiqilmasdan mana attestatsiyadan 70% ustamaga ham yetishdim-da ustozim. Jon ustozim, juda hayajonlanman, xursandman. Oilamiz bilan hamma xursand, xursandchiligim chek-chegarasi yo'q-da. Men ikkinchi toifaga ham sizda tayyorlanib juda yuqori ball bilan o'tdim. Birinchi toifaga 70% ga bir yilda siz bilan erishdim ustozim. Boringizga shukr, yetkazganiga shukr. Assalomu alaykum ustozjon. Yaxshimisiz? O'zingiz ham eson-omon o'tib oldingizmi? 88 ball bilan o'tdim. Attestatsiyada 70% ga
70% ham oldim. Dilafruz ustoz, katta rahmat. Mavluda ustozim, katta rahmat sizga ham. Tan-joningiz sog' bo'lsin, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ustoz, tabriklang, 94 ball oldim. Sizga ming rahmat aytaman bergan bilimlaringiz uchun. Allohning o'zi sizdan rozi bo'lsin. Alloh bizga berayotgan bilimlaringizni sizga 1000 barobar qilib, ortig'i bilan qaytarsin ustoz. Alloh o'zini mukofoti bilan siylasin sizni ustoz. 1000 bor rahmat sizga. Habel jamoasiga ming rahmat. Men shu vaqtgacha to'g'risi ustoz 3 marta birinchi toifani ola olmasdan 68 balldan qaytganman. Mana bu safar to'g'risi qo'rquvim bor edi ichimda, ammo ichimdan uddalashimga ishongan edim. Bu albatta sizni mehnatingiz, sizni tinimsiz o'sha bizni olg'a qadam bosishga undaganingiz sabab albatta ustoz. Sizga kattakon rahmat ustoz. Assalomu alaykum ustozjon, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, bergan bilimingizga rozi bo'ling. 82 ball bilan mana ikkinchi toifaga o'tib oldim. Alhamdulillah, yetkazganiga shukr. Hozir birinchi bo'lib mana sizga aytyapman ustoz, bergan bilimlaringizga rozi bo'ling. Bundan buyog'iga to'xtash yo'q. Xudo xohlasa, oliygacha 70% ustamagacha siz bilan birga bo'lamiz.